Assalamu alaykum, Madam Butik hurmatli mijozlari. Sizlarga bugun magazindagi rubashkani obzor etib beraman. Ko'pchilik klientimizni Instagrami yo'q bo'lganligi uchun YouTube kanal ochdik. Instagram ishlatmaydi, Instagrami yo'q bo'lgan ayol qizlarimiz uchun YouTube kanal ochdik. Endi shunda magazinni obzorini olib boramiz, xudo xolasa. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Shundan marlovka materialdan bo'lgan rubashkalarimiz bor. Materiali shundan zo'r, o'zini ustida shuni printlari bor. Ichlari mayichkali bo'ladi. Mayichkasini ham materiali hibi. Arkalari normal yopadi, razmeri 42 dan 52 razmercha to'g'ri keladi, standart bo'ladi. Bu rubashkamizni 4 xil rasvetkasi bor. Голубой, pushti, yashil rasvetkalari bor. Tepada shuning kletkali rubashkalarimiz bor. Magazinimizda assortimentimiz dim ko'p. Gelip o'zlaringiz giyib ko'rib olaverasizlar. Shu tepadagi poloskali rubashkalarimizni materiali shundan zo'r, butun boshqacha materiali o'zlaringiz ushab ko'rib, xohlaganingiz xarid etaverasizlar. Xohlagan rubashkalaringiz magazindagi tutgan rubashkalaringiz 80 ming so'mdan skidka turibdi. Bu yerda hozir har xil rubashkalarimizdan bor. Bularni har birini birma-bir obzor etib chiqadigan bo'lsam, bir satmi, 2 satim ketib qoladi. Shuning uchun sizlarga qisqacha obzor etib beraman. Hech bo'lmaganda magazinning birinchi etajidagi rubashka koftalarni. Endi dapadayni korotka variantda rubashkalarimiz bor, har xil modelda. Svetlar ham eng yarqi svetlardan. Pasindayni boshimyaka rubashkalarimiz ham bor magazinimizda. Marlovka materialdan bo'lgan poloskali rubashkalarimiz ham bor. Har xil rasvetkalar bor. Bu tarafda yengil rubashkalarimiz bor. Dvoykalarimiz ham bor magazinimizda. Bu tarafda hozir bryuklarimiz bor. Bryuklarimizni ham ko'rsatib o'taman. Lyon bryuklarimiz bor yine. O'rtasida aran tarafı klassik bryuk bo'ladi. Bu tarafı jeans bryuk. Hozir klientlarimiz bor magazinimizda. Keyin taxlab qo'yadilar, xudo xolasa magazinlarni. Xo'shadi, hamma narsaning joyla-joyida. Shuni korичневый, bejovый, bordo, yashil, har xil svetda klassik bryuklarimiz ham bor. Bularning narxlari 120 ming so'mdan chiqqan, razmerlari S'dan 6XLgacha razmerlarimiz bor. Shu Lyon bryuklarimizdan, bu yerda rubashkalarimiz уже tugab qolgan. Bu rubashkalarimiz ham xo'shay bo'lib turadi. Bunun 5-6 xil rasvetkasi bor edi. Shu 4 xil rasvetkasi qolibdi, skladda hozir olib chiqib qo'ydilar. Bu yerga hozir boshqa rubashka asadilar. Qaranglar qizlar. Assortiment ko'p, poloskali rubashkalarimiz ham magazinimizda, oq bryuklarimizdan ham ko'p yine. S'dan 2XLgacha, 1XLgacha razmerlarimiz bor magazinda. İban tarafımızdan ham o'sha har xil rubashkalarimiz bor. Tepada vichini rubashkalarimiz ham bor. Boshimyaka, malamerka bor. Bu rubashkalarimiz ham tozalagan. Materiali, kачествоsi shundan zo'r, ichida mayichkalari bilan ko'psini eng yarqi svetlaridan eng oxirgi modeldagi rubashkani olib kelganman sizlar uchun. Bu tarafda yana go'ynaklarimiz ham bor. Har xil assortimentda. Hozir trend bo'lib turgan go'ynaklarimizdan biri. Shu baza go'ynaklarimiz ham bor magazinimizda. Har xil rasvetkalari bor. Bizning manzilimiz Urdunni to'g'risida bo'ladi. 7 avtobus o'tadi eshikning oldindan. Keyin qizlar Yandex Madam Butik deb yozsanglar ham chiqadi bemalol. Har kun 9-11gacha ishlaymiz. Ikkinchi etajimizda ham har xil kofta yubkalarimiz bor. Bularni ham koftalarning narxini 80 ming so'mga skidga tushirganmiz. Hammangizni Madam Butikda kutib qolaman.